Metroda ketayotgan yo'lovchilardan biri qarshisidagi juftlikni ko'rib, bu holatni rasmga oldi. Chunki u yerda erkak ayolining yelkasiga bosh qo'yib, shu holatda 20 daqiqadan ortiqroq qoladilar. Bu holatni rasmga olgan odam avvaliga ancha ikkilangan va rasmdagilar shu holda 20 daqiqadan ortiqroq qolishgandan so'ng ularni rasmga olibdi. Ayol erining yelkasiga bosh qo'yganidan malollanmabdi va charchamabdi. Agar ayol kishi sizni sevsa, qolgan umrida sizning barcha og'irligingizga bardosh bera oladi. Agar ayol kishi sizni sevsa, ayol faqat sizni emas, balki farzandlaringizni, xonadoningizni, yomon odatlaringizni, asabiyligingizni ham ko'ngliga sig'dira oladi. U sizning mashaqqatli onlaringizni, xizmat vazifangizni o'tayotganingizda rahbaringiz bilan bo'ladigan har kungi kelishmovchiliklarni ham ko'ngliga sig'dira oladi. Har yig'laganingizda, bemor bo'lganingizda yoningizda dardkash bo'ladi. Atrofingizda hech bir inson qolmasa ham u qoladi. Kun davomida siz ziyorat qiladigan eng mehribon joy sizni sevadigan ayolning bag'ridir. Bular sizning onangiz, singlingiz, ayolingiz va qizingizdir. Bu makon o'zi kichik va mo'rt bo'lsa-da, siz tufayli butun olam tashvishlariga bardosh beradi, sig'diradi. Qanday qilib deysizmi? Birgina muhabbat bilan. Birgina muhabbat tufayli sizni sevadigan ayolning yelkasi dunyodek keng bo'lib qoladi.